Assalomu alaykum hurmatli insonlar, hurmatli shaydolari va xonadonni jannat qilib chiroyli landshaftlarni qilaman degan odamlarga sizlarga zo'r lokatsiya Sergelida joylashgan. Yo'limizda Toshturmani T obrazkasi va bu yerda erkindan kelish. Zo'r joyi. Mana pitovnik. Men 3 yildan beri shu pitovnikdan o'zimga kerakli bo'lgan hamma landshaftni, chiroyli gullar, daraxtlar deysizlarmi, mevali daraxt deysizmi, anjirlar deysizmi, uzum deysizmi, 100%. 100%. Men hozir yana yangi olgan uchastkamga bugun chiroyli shtampoviy rozalarni, hidli gullarni yana xarid qildim. Uzumlar kichkina bo'lsa ham o'sha hosilga kirgan 100% ga standartga javob beradigan pitovnik. Zo'r joy. Lokatsiyani hammaga tushuntirdim. Narxlar juda ham arzon. Mana buni ko'ryapsizlar. Aka, mana necha pul edi? 300 mingdan. Ko'chada bularni hamma biladi, 100 dollardan deyapti. 200 dollardan deyapti mana. 300 mingdan. Har xil fasoni bor. Голубой yerlaringiz necha pul aka? Голубой yerlar 100 dollar. 100 dollardan mana голубой yerlar. Katta. Kimga kerak bo'lsa, lokatsiyani tushuntirdim. Mana shu Instagramda, YouTube'da Dimani blogida ko'rib qoldim. Joylarni desanglar, aka chiroyli qilib kelishtirib ham qilib beradilar. Hammasi bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.